pal, içi qalqal. Hay, Amu, Tabaqa, sen qaysi programmani ko'rishga amroq? Men ko'ngil qo'shlig'i programmasini ko'rishga amroq. Uningda nurg'un komediyalik narsalar bor. Va qiziqarli. Men undaq programmalarni yoqtirmayman. Tesh pal, ichi qalqal degandek. Bekli chokina, men tarbiyaviy ahamiyatga ega programmalarni ko'rishga amroq. Haliqidek izlanish xarakteriga ega programmalarni-chi, men amroq programmalar qandoqchiga chokini bo'ladi. Amsa tesh pal, ichi qalqal degan zodi nimaga? Deb baqaqini. Ma'qul, sana so'zlab beray. Yaxshiroq angla, ha? Əməliyyat davrida Jin bəylikidagi Yangchufu Wei bəylikiga elchi bo'lib qaytashida bir saroyga tushibdi. Xo'jayininglar qani? Mana. O'zlari odatga mehmon emasdek turdilar. Yo'qsa. Mehmon qayoqqa mandilar? Men buyuk ishlarni vujudga chiqarish uchun ketyapman, birodar. To'limi irodalik ishkanlar. Men sizlardeklarni yoqtiraman. Qani begim, avval qizalni vasila. Xonim. Nima bo'ldi? Nimaga shuncha uduqib ketdingiz? Osmon o'rib tushmaganmi? Yo'q, men bugun nihoyatda oliyjanob bir odamni uchratdim. Uni o'zimga ustoz tutaymikin deyman. Bilaman, bu sizning uzun yillardan buyangi orzuyingiz edi. Bo'pti, bag'ingiz bo'lsa beravering. Sizni to'simayman. Biroq u odam qandaqroq ekan? U baqaltiskan, fazilatli ham qamlashgan kishi ekan. Bo'pti, amsi bering. Lekin cho'qim tezroq qaytib keling. Belgilangan vaqtda qaytib kelamisiz? Adabingizni beraman, Jumo. Bildingizmi? Qo'llab. Saroyning xo'jayini Yangchufuni ma'qul keltirdi-da, uning bilan birga yurib ketibdi. Yo'lda Yangchufu uningga tog'dan bog'dan so'zligida turibdi. Gaplarining biri o'rinliq emas ekan. Saroy xo'jayini uning gaplaridan bezor bo'ldi. Yerim yo'lda u qarorini o'zgartib, Yangchufudan ayrilib, uyiga qaytib ketibdi. Shuningdan boshlab Yangchufu uning nazarida tesh pal, ichi g'alg'al odam bo'lib qoldi. Xonim. Voy, nima bo'ldingiz? Vaqt to'shmasdan qaytib kelibsiz-ku. Voy tangrim, bu gapni qilmang. Men uni xato to'nib qoptiman. Uning kelishgan qaddi qomatidan uningga tayansam bo'g'dak deb o'ylab qoptiman. Kim bilsin, u taqib so'zlab meni bakli bezar qilib atdi. Uning bilan birga yurib, men shundoq bo'lib qolmay yana deb o'ylab, yeringizga qaytib keldim. Tesh pal, ichi g'alg'al degan bu ibora sirtqi ko'rinishi chiroyli, ammo odamga asqatmaydigan narsalarga, shundoqla sirtidan nihoyatda bilimlikdek ko'rinadigan, amaliyoti bo'lsa, qo'zg'ida umid yo'q tishlarga qartilgan. Ko'pchilik, sizlar hargiz so'ltiba, bilim yo'q odamlardan bo'lib qolmanglar. Mana, mendan o'rgansanglar, to'g'ri bo'ladi.